Assalomu alaykum hurmatli tarafdorlar. Bugun navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Uchrashuvimizda shu kredit bo'yicha har bir oila dasturi bo'yicha boshqa yuridik kreditlar bo'yicha savollarimiz bo'lsa bersanglar bo'ladi. Shu savollarga javob berib o'tamiz. Bizda bir savol bor. Mahallada olinadigan imtiyozli kredit bo'yicha tushuncha bersangiz. Mahalladan olinadigan imtiyozli kreditlar har bir oila tadbirkor dasturidan ajratiladi. Uning tartibi oila kredit.uz platformasi orqali ariza berasiz. Arizangiz hakim yordamchi tomonidan tavsiyanoma beriladi. Undan keyin bankka kelib tushadi arizangiz navbatga. Navbatga kelganda arizangiz kredit shartnoma tuziladi. Bank bilan ikkovimizning o'rtamizda. Undan keyin bank bilan tuzilgandan keyin siz mahsulot oladigan yeringizga borasizda, masalan, chorvachilik bo'lsa, fermer bilan, milliy shirinlik bo'lsa, do'kon bilan tuzasiz. Tuzgandan keyin shu tuzgan shartnomangizga asosan bu yerda hakim yordamchisina boradi. Da'vatnoma, maqsadli da'vatnomasini o'rganib, undan keyin o'rgangandan keyin da'vatnomani yuklaydi. Shu tadbirkor bilan haqiqatan uyingizga kelgan. Undan keyin kreditingizni ajratib beradi.